Birinchi qoida, hech kim chiqmasin. Xo'sh, xotinim bugun payshanbaligida uyga vaqtliroq keling degandi. Bunaqa o'yinlarga vaqtim yo'q. U hozirgina o'ldimi? Ikkinchi qoida, hech kim gapirmasin. Nima? Keyingi qoida, hech kim qimirlamasin. Bu yerdan tezroq chiqib ketish kerak. Xavotir olmang. Menovchilik qobiliyatim tezlik. Bu yerdan tez chiqib ketaman. Xudoga shukr, biz qutulamiz. To'g'ri. Men bu yerga 1 soniyaga. Hammamiz o'lamiz. Xavotir olmanglar. Men bu yerdan chiqib ketishni bilaman. Aniq o'lib ketamiz. Yo'q. Bu oddiy. Shunchaki uni aytganini qilishimiz kerak. Keyingi qoida, singlingga uylan. Nixuya себе!